O'sha men niyatimni o'zgartirdim qizlar. Tushunishing uchun aytdim. Gapiga qarab turib aytdim. Yo Robbim dedim. Men har ikki qatligimda, mana bu safar ham ikki qatligimda kelishni xohlardim, sen meni keltirding dedim. Allohim, endi ikki qatlikda kelishni xohlamayman men dedim. Men chunki ko'p chiqa olmadim. Juda ham ko'p tavof qila olmadim, ko'p yura olmadim. Tunus hisobida, voqli tug'ib qo'yish hisobida bo'ldim. Даже u yoqda Eliboshlar ham qo'rqib ketdi. Dorixonada gaplashib, shunaqa qilmoqchi bo'ldik, chunki tug'ib qo'yish ehtimoli juda ham yuqori edi. Keyin o'sha aytdim. Allohim, meni chaqirding. Keldim, lekin seni ko'ra olmayapman, baytingni ko'ra olmayapman men dedim. Endi men ikki qatlikda kelishni xohlamayman dedim. Endi niyatimni o'zgartiraman dedim. Allohim, men qachon sog'insam, seni qachon sog'insam, yana kelishlik nasib qilsin dedim. Qachon seni baytingni sog'inganimda labbi Allohim labbi deb kelishlik nasib qilsin dedim. Shu darajada yig'ladim, chunki alam qildi. Bordim, lekin chiqa olmadim. Juda ham kam chiqdim, vaqtim o'tib ketyapti bekorga. O'sha bo'ldi, men ikki qatlikda kelmayman boshqa dedim. Bilasizlarmi, mana oradan o'sha почти 1 yil o'tdi. Men Allohimga aytdim, sog'inganimda chaqirgin. Men sog'indim. Prям juda ham sog'indim. Allohim qachon chaqirasan? Borgim kelyapti. O'shaning uchun qizlar, har bitta что nima niyat qilayotgan bo'lsanglar, Allohim hammasini beradi deb. O'shaning uchun o'tdiydo aniq-tiniq qilib so'ranglar. Chunki niyat qilish tekin pul emas. Bemalol nimani so'rasa Alloh beradi. Allohimni shu darajada qudrati ko'pki, qudrati hamma narsa qo'lidan keladiki, что biz kichkinagina bandamiz, bizani просто hayolimizdan qirrasidan o'tib ketgan narsani Allohim amalga oshiradi. Niyatinglar nima bo'lsa ham shunaqangi chiroyli, aniq-tiniq qilib so'ranglarki, Allohim beradi. Sog'inib bordim kelyapti. Bu niyatni nimaga o'zgartirdim? Chunki aytdim, Allohim dedim, men 60 ga to'lganimda, 70 ga to'lganimda ham kelish xohlayman, lekin u payt men ikki qat bo'la olmayman. Shuning uchun Robbim endi men har sog'inganimda kelishlikni nasib qilgin dedim. Menga o'xshab sog'inganlar bor, bir marta borib, ikki marta borib, yana qayta borishlikni xohlagan odamlar juda ham ko'p, borolmagan armonda qolganlar juda ham ko'p, borishni haligacha ich-ichidan xohlayotgan insonlar juda ham ko'p. Aytganda borganga ming armon, bormaganga bir armon, u his-tuyg'ularni, bu emotsiyalarni odam bir marta